Agarda sizda shupora tovon og'rig'i bezovta qiladigan bo'lsa, sizlar uchun uy sharoitida yaxshi davolash usulini ko'rsataman. Bizga kerak bo'ladi menavazin, asal, falga, strech, karam. Karomni ustidan qaynoq suv quyib, 1 minut qaynoq suvga botirib qo'yamiz. Menavazin yoki biron xil qizdiruvchimiz yaxshi surib olamiz. Singunicha ozgina massaj qilamiz. Karamni olib, ichiga 1 qoshiq asal surib olamiz. Asal surgan karamni tovonga yaxshi o'rab qo'yamiz. Ustidan falga bilan yaxshi o'raymiz, issiqlikni chiqarib olmasligi uchun. Karam tuzlarni asal bilan birgalikda tuzlarni surib olamiz. Falgani ustidan strechni yaxshi surib olamiz. Buni kamida yarim soat 40 minut bog'lab qo'yasiz yotishdan oldin. Bu usulda, bu malhamda kamida 7 kun, 10 kun qo'llasalaringiz yaxshi natija olasiz va og'riqlardan xalos bo'lasiz.